Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilar. Sizlar bilan bugun Bandixon Ilich bozoriga kelganmiz. Bog'lashib qo'y qo'zi, echki uloq, semiz qo'chqorlar narx-navosi bilan qiziqamiz. Yo'qsa bitta layk va podpiska borish esdan chiqmasin. Akalar, xato kamchiliklarimiz bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Telegram kanalimizga o'tib bemalol qo'y qo'zi, shoqmol, qoramol laringiz sotishingiz va sotib olishingiz mumkin bo'ladi akalar. Qani ketdik. Mana akalar, qo'zili qo'ylardan. Aka necha puldan bo'ldi? Assalomu alaykum bular. Aka necha puldan bo'ldi bular? Assalomu alaykum. 5 milliondan deyapmiz. Hammasi qo'zili qo'ya. Nechtadan? Nechinchi bolasi bular? Ikkinchi, uchinchisi ham bor deyapti mana akalar. Bular ham, ha? Bular xolasi yo'q. Bular 4 milliondan aytilishi. 4 milliondan aytilishi. Aka savdosi necha bo'ldi? Savdo bo'lgan nomerdan qo'y, mol qaytadigan bo'lsa oladigan odam bo'lishi. Ayting. 77 180 98 88. Yega ko'rmas. Barakasi bo'lsin. Xo'p aka, mayli. Aka necha puldan bo'ldi bular? Assalomu alaykum. Bular aka mana. Kim? Aka necha puldan bo'ldi bular? Assalomu alaykum. Necha puldan bo'ldi bular? 7'den bo'lyapti qo'zisi. Savdosimi yo aytilishimi? Savdosi? Nechinchi bolasi ekan aka bular? Ha? Nechinchi bolasi? Ikkinchi, uchinchi bola. 2 tuqqan, 3 tuqqan bolalar mana. Chiroyli qo'zilari. Qo'zilari yirik ekan mana 7 dan deyapti. Bandixon Ilich bozori. Barakasini bersin mana. Aka qaysi biri baraka bo'ldi? Nechiga? Nechiga ketdi baba? Assalomu alaykum. 20,5. To'rtalasimi? To'rtalasi bir joyga baraka o'tdi. Mana bobomiz o'ziniki ekan. 20,5 millionga ketibdi baraka. Nechinchi bolalari bular? Bu 4-chi, 5-chi bolalar. 4-chi, 5-chi bolalar, qo'zilari ham chiroyli qo'zilar ekan mana akalar. Olganlar barakasini bersin, barakasini bersin. Mayli bu. Mana akalar. Qo'zil qo'ylar chiroylilardan. Narxi bilan. Aka necha puldan bo'ldi? Assalomu alaykum. 1 million 300 dan bo'ldi. 6 million 300 dan. Bir joyda savdosi. Akalar mana. Bir joyda 6 million 300 dan. Nechinchi bolasi ekan bular aka? 3-chi qorin. Hammasi. 3-chi qorin ekan. Qo'zilari ham katta qo'zilar ekan akalar mana. Chiroyli qo'zi. Barakasini bersin aka. Mana ko'ra. Chiroyli qo'zilarni. Aka necha puldan bo'ldi bular? Necha puldan bo'ldi bular aka? Bular sotildi 200 dan. Nechidan? 2 million 950 ming. 2 million 950 dan sotildi bir joyda. Ha. Mana shu qo'zilar 2 million 950 dan bir joyda sotildi mana. Erkak urg'ochi aralashma aka? 4 ta qo'chqor sotildi. 4 tasi qo'chqor qo'zdi. 4 ta qo'chqor sotildi. Ha. Mayli aka, barakasini bersin. Erkak qo'zisi bular. Necha pul bo'ldi aka? Assalomu alaykum. 6 million 300 ga bermay turibmiz. 6 million 300 ga berilmayapti. Qo'zisi erkak. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Yosh qo'yimiz ekan. Barakasini bersin mana. Necha pul bo'ldi aka? 7,5 million bo'ldi aka. 7,5 milliondan. Bolalari urg'ochimi erkakmi? Ikkovi ham qo'chqor. Ikkalasi ham qo'chqor, ha? Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Mana 3-chi bolasi, mana ikkalasi ham qo'chqor deyapti. 7,5 dan, ha? Savdosimi? Savdosi 7,5. Qo'zilari chiroyli ekan. Aka bu necha bo'ldi? 6 million 800. Nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasi, qo'zisi katta ekan, ha? Qo'zisi yirikgina ekan, onasi endi kichik. Ahvoli og'irroq. Lekin bolasi chiroyli ekan. Aka barakasini bersin. Akalar. Qo'zilar necha puldan bo'ldi? Assalomu alaykum. 3,5 million. 3,5 million. Aytilishi shular. 3,5 million deyapmiz. Erkak urg'ochi aralasha. 27 bo'ldi aka. 2 million 700 bir joyda so'rashdi. Bu qo'zilar kimdan ekan aka? Uni bilmadim. Qo'zilar kimdan ekan aka, sizdanmi? Yo'q, olinmadi. Necha puldan olibdi shular? 100 dollardan. 100 dollardan olibdi. 1 2 3 4 5 6 tasi. 100 dollardan mana shu qo'zilar olibdi. Barakasini bersin.
Chiroyli qo'zilarni. Aka nechi puldan bo'ldi bular? Aka qo'zini bir ko'rsatingda qo'zini. Mana. Sifatli qo'zin. Chiroyli qo'zilar ekan haqiqatan. Qo'chqor urg'ochlarilar. Nechi puldan bo'ldi? Ular 30 dan saylab olar deyapti. 3 million 300 dan saylab Ha, oladi. saylab olari kelishdi. Savdosi nechi bo'ldi? Savdosi aka bitta, ikkita, uchta, to'rttasi bir joyda bo'lyapti aka, 28,5 dan berilmayapti. 2 million 850 dan berilmayapti. 4 tasi. Qo'zini aka 31 qilyapti o'zini. 3 million 100 ming qildi. Mana shu qo'zini o'zi. Qo'zi. Chiroyli alar ketdi. Barakasini bersin. Ko'p qiziq. Aka nechi pul bo'ldi bu? 5 million 650 savdosi. Nechinchi bolasi ekan aka bu? 3-chi bolasi. Urg'ochimi erkakmi bolasi? Urg'ochi. O'zi urg'ochi mana onasi. 3 bolasi. Akalarimiz barakasini bersin. Chiroyli qo'zilardan. Aka nechi puldan bo'ldi bular? Qo'zilar? 3 million 350. 3 million 350 chiroyli qo'zilar ekan mana akalar. Barra. 3 million 350 dan savdosimi aka? Savdosi 3 million 350 dan. Barakasini bersin. Bandxon Ilich bozorida. Aka nechi pul bo'lyapti savdosi aka? Assalomu alaykum. Nechi pul bo'lyapti aka? 3 million 850. Qaysi bir aka? Mana shu? Urg'ochi? Erkak ekan. 3 million 850 mingga savdosi. Internetga qo'yasiz siz? Ha, Qo'ylab YouTube'ga. YouTube'ga aka. Liboyni partiyaga. Uyga borib qo'yaverasizmi demoqchiman. Ha, qo'yiladi. Uyga qo'yiladi-da, bor. Bugun chiqadi internetga, xudo xolasa. Yo'q, uni dedim. Biz misol uchun 20 ta qo'y chiqarmoqchimiz, 30 ta qo'y Ha, qo'yiladi. Reklamami? Ha. Qo'yiladi aka. Qo'yiladi. Nurbek. Qayerdan? Qumqo'rg'ondan. Ha. Nechi puldan bo'ldi bular? Bu ikkalasi aka. 6dan deyapti. 6dan. Savdosichi? 5dan bo'pti. Telegram kanallarimiz ham bor aka, o'shalarga ham qo'yiladi. Barakasini bloger bu ota. Mana aka. Qo'chqor ko'zlarda. Aka nechi pul bo'ldi bular? Assalomu alaykum. 4,5 37. 3 million 700 savdosi. 4,5 ga chiqdi, bunisi savdosi. Qo'zi qo'chqorlar mana. Bu ikkalasi aka. 5,5 ga 5 million 700. Bular shakka chiqqanmi aka? Bu chori. Chori. Shak. Bunisi shak, bunisi chori. Bu nechi pul dedingiz? 5,5. Bunisi-chi? 5 million 700. 5 million 700 ga bermadingiz. Buni 5,5 tutdi mana akalar. 5,5. 5 million 700 tutdi. Barakasini bersin. Sog'liq, qo'zil qo'ylar. Aka nechi puldan bo'ldi bular? Assalomu alaykum. Ko'raveradi. Nechi puldan bo'ldi? Nechi puldan nechi pul ketdi? Bular qisira bular? Bular qo'chqar ekalasi. Ha, ikkalasi qo'chqor. Bular sog'liq. Tasini bolasi bor. Bunisi-chi? Qisir u. Yo'q, qisir, nargisi qo'zil qo'y. Tushunaymi? Bular ikkalasi nechi pul bo'ldi? 4 million 800. Ikkalasi bir joyda 4 million 800 dan. 4 million 800 dan bo'pti. Uchi qisir qo'y. Nasib aka bugun chiqasizlar, xudo xolasa. Bunisi nechi pulga chiqdi? 6 so'rayapti. Bunisini 6 so'rayapti yana bolani. Ona bolani 6 bolasi urg'ochimi erkakmi? Urg'ochi. Nechinchi bolasi? Bilmayman deyapti, lekin ko'p tuqqanga o'xshayapti. Bunisini 6, ikkalasini ham 6 milliondan 12 million so'rayapti. Mana 100 tomonlari qo'ydi. Barakasini bersin. Savdo bo'lyapti. Aka nechi pul so'rayapsiz aka? 4 million 700. Kiryapti so'radi, bersin ikkinchini kattan. Mana uni. Shunimi? 4 million 700. Kiryapti o'rtada, yegoyi kiryapti. Mana 4 million 400 so'raydi. 4 million so'rayapsiz, bermayapti. 4 million 700 ga berilmayapti. Bunisimi? Qirol 4 million 600 ga bunisi sotildi. Ha, bunisi 4 million 600 ga. Bunisi sotildi. Mana yengasidan tushirib, denov ketadi. Mana akalarimiz denov ketamiz deyapti, bittalarga bosib qo'yamiz. Gap bo'lishi mumkin. Barakasini bersin. Afsalam oldim mayda. Nechi pul bo'ldi aka bular? Assalomu alaykum. Bular aka 4,5. Urg'ochimi bular? Uchalasi ham 4,5 4 million 600 dan semiz ekan lekin akalar mana.
Semiz to'qqilar mana. Barakasi bersin. Aka bular necha yil bo'ldi? Egasimi? Aka bular necha yil bo'ldi? Bular ham urg'ochimi? Bularsi ham urg'och. Ularda ham 4-4,5 dan narxi 1 deyapti. So'rayapti deb bermadi. Lekin semiz ekanlar. Barakasini bersin. Qo'zilardan. Aka necha puldan bo'ldi bu qo'zilar? 4 milliondan deyapti. 4 milliondan aytilyapti. 5 tasini 4 milliondan sotdingiz. Bular necha pul bo'ldi? Ular 4 milliondan deyapman, endi savdo qilamiz. Hali bo'ldi aka. Hali savdosi bo'lmadi. Endi savdosi bo'ladi, xudo 4 million aytyapti. Aka qo'zil qo'y necha pul bo'ldi? 7 milyon deyapman. 6 milyon bo'ldi. 7 million deyapti. 6 milyon so'rayapti. Qo'zil qo'ylar. Nechinchi bolasi aka? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Urg'ochmi erkakmi? Urg'och qo'y. 3 kunlik qo'zi ekan. Mana bolasi. Barakasini bersin. Mana qo'zi ko'p kirgan, xudo olsa. Qo'zi sezonmi deyman bu yog'i. Necha puldan bo'ldi? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz aka, sog'lig'ingiz joyidami? Xullas 32 dan lukka so'ralyapti bir joy. 3 million 200 dan bir joyda. Bir joyda, hammasi erkak. Soni 8 ta. 8 ta. Optimcha aka mana shu yo'q aka. Ha, dastlab. Taniyman. Mana akamiz bemalol optimal nima qilaveradi. Nechta erkak, nechta urg'ochi? Urg'ochisi yo'q, hammasi erkak. Hammasi erkak. Erkak qo'zi. Juda chiroyli qo'zilar akalar mana. Sifatini chiroyli aylantirib oldi, sifatini ko'rsin odam. Chiroyli qo'zilar mana. Barakasini bersin. Necha pul so'ralyapti? U yo'q narsa. 3,5 million. Urg'ochimi erkakmi? Qo'chqor qo'zi ekan. 3,5 million mana shuni so'ralyapti. Qo'chqor qo'zi. Bu qo'zi necha yil bo'ldi? Bova, qo'zilar necha yil bo'ldi? Assalomu alaykum. Necha puldan bo'ldi? 2 million 800 dan. 2 million 800 dan bo'ldi mana qo'zilar. Erkakmi urg'ochimi? Yo'q, erkak. Bittasi erkak, bittasi urg'ochi mana. Barakasini bersin. Mana akalar. Kichkina qo'zilardan so'raganlar uchun. Aka necha puldan bo'ldi bular? 1 million 400 dan aka. 1 million 400 dan savdosimi? 1 million 200 dan savdo bo'lyapti. 1 million 200 dan savdo bo'lyapti. Bular necha kunlik qo'zi ekan aka? Bular 1 haftalik aka. 1 haftalik qo'zilar mana. 1 million so'rayapti. 1 million ham so'ralyapti mana. Barakasini bersin mayli. Uloqlar. Aka necha puldan bo'ldi bular? Buni 400 dan qilyapti, men 500 dan deyapman. 500 dan deyapti, 400 dan. Erkak urg'ochimi? Aralash, biri erkak, Bittasi erkak, bittasi urg'ochi. Mayli. Aka bu necha yil bo'ldi eskimiz? 2 million. 2 million. Bolasi urg'ochimi erkakmi? Taka. Nechinchi bolasi? 5 xatmi nikoni? 20 million. Jismatlarga domlani mana qarang. 2 soat bo'ldi. Aka necha pul ekan? 2 million bo'lyapti. 2 million savdosi. Yetini ham bir chun. Yüzünüz tushiraymi? Yo'q. Yo'q deydi. Aka egasi bu yoq aka, odamni egasi. Necha yil bo'ldi aka? 2 million bo'ldi. 2 million savdosi. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi. Mana akalarim yurgan. Jismatlarga domlani olmoqchi. Ikkinchi bolasi. Erkakmi urg'ochimi aka? Urg'ochi. Barakasini bersin aka. Aka necha yil bo'ldi bular? Assalomu alaykum. 1 million 100 ming. Bularchi aka? 27. Yena bola. Ona bolam, bolasi urg'ochimi erkak? Aka. Nechinchi bolasi? 3-chi. Bolasi. Barakasini bersin. Aka necha yil bo'ldi bu ona bola? 2 million bo'ldi ona bola. 2 million savdosi. Bolasi urg'ochimi erkakmi? Bolasi urg'ochi. Kattagina ekan, bolasi ham. Nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Barakasini bersin aka. Aka bular necha yil bo'ldi? 22 sotildi. Mana shu ona bola. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bola. Urg'ochimi erkakmi? Taka. Kaka uloqchi. Qanchaga? 22 toza. 2 million 200 tozaga. Baraka bo'ldi. Bular bunisi-chi? Bu 16 bo'ldi. 1 million 600 bo'ldi. 1 million 600. Echkimi? Taka. Taka ekan. Aka. Barakasi. Necha yil bo'ldi? 2 million 600 bo'ldi. 2 million 600 taka. Ha. Bu chorimi, panjimi? Panji chiqyapti. Panjiga chiqayotgan taka mana akalar. Katta taka ekan, mayli. Barakasini bersin. Savdosi bo'lyapti. Aka necha pulga chiqdi? 33,5. 3 million 350.
Egiz bular. Bolalari ham katta ekan. Urg'ochimi, erkakmi? Urg'ochi bir taka. Bittasi urg'ochi, bittasi bolalari katta ekan. 3 million qancha? 3 million 350. 3 million 350 ga chiqdi. Nechinchi bolasi bular? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi tug'ishi mana akalar. Egiz. Bolalari katta. Urg'ochi bir erkakmi? Bir urg'ochi bir. Barakasini bersin. Dehqon akamizga keldik. Hamisha shu akamiz shu yerda turadi. Uloqlarni, saralarini sotadi. Aka necha puldan bo'ldi bular? Assalomu alaykum. To'g'rimi aka? 850, 950, 870. 700 dan 950 gacha bor ekan mana akalar. Uloqlar. Erkak urg'ochi, sarka aralash. Barakasi bersin akalar. Sizlar bilan Bandixon Ilich Sham bozorini bog'lasa, echki uloq, qo'y-qo'z narxlari bilan tanishdik. Qisqacha video bo'ldi, sababi bozorda mol salgina kamroq. Barakasini bersin akalar, mayli.